Saraton zamonamizning eng xavfli kasalliklardan biri. Afsuski, so'nggi yillarda butun dunyoda bolalar orasida onkologik xastaliklarga chalinish holatlari ortib bormoqda. Shu bois jahonda bo'lgani kabi, O'zbekistonda ham ushbu xavfli kasallikning oldini olish, uni erta bosqichlarda aniqlash va davolash borasida barcha imkoniyatlar ishga solinmoqda. Xususan, prezidentimiz tomonidan tibbiyotga qaratilayotgan yuksak e'tibor tufayli mamlakatimizda bolalar gematologiyasi va onkologiyasi kattalar yo'nalishdan ajratilib, alohida markaz sifatida tashkil etildi. Shuningdek, davlatimiz rahbarining sohaga doir ikkita muhim qarori qabul qilindi. Natijada yurtimizda ushbu yo'nalishdagi tibbiy xizmatlar sifati mutlaqo yangi bosqichga ko'tarildi. Shuningdek, O'zbekiston 2024-yildan Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining bolalar saratoniga qarshi global tashabbusida 10 ta maqsadli davlatdan biri sifatida ishtirok etmoqda. Ayni paytda ushbu global platforma doirasida yurtimizning 14 ta hududidagi shifoxonalar, bolalar onkologiyasi, gematologiyasi va immunologiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markazi hamda bolalar milliy tibbiyot markazida davolanayotgan 2000 nafar bola qimmatbaho kimyoviy preparatlar bilan ta'minlanmoqda. Dunyodagi birinchi ushbu global platforma Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti va Amerika Qo'shma Shtatlarining St. Jude bolalar tadqiqot shifoxonasi loyihasi bo'lib, ayni kunlarda mazkur muassasa vakillaridan iborat delegatsiya mamlakatimizda bo'lib turibdi. Dastlab mehmonlar Uzbekistan Airports Cargo logistik majmuasiga tashrif buyurib, bu yerda onkologik dori vositalarini sovuqlik zanjiri asosida saqlash va tashish jarayonlari bilan yaqindan tanishdi. With the colleagues from St. Jude Research Hospital. AQShning St. Jude bolalar tadqiqot shifoxonasi vakillari bilan birgalikda bu yerga tashrif buyurdik. Mamlakatingiz ushbu global platforma uchun tanlangan asosiy davlatlardan biri hisoblanadi. Uning asosiy maqsadi O'zbekistonda saraton bilan kasallangan bolalarni sifatli dori vositalari bilan bepul ta'minlashdan iborat. Biz ushbu xalqaro logistika majmuasida dori vositalarini olib kelish va saqlash jarayonlari bilan yaqindan tanishdik. Guvohi bo'ldikki, bu yerda barchasi xalqaro talablar asosida yuqori darajada tashkil etilgan. Shuningdek, delegatsiya vakillari sanitariya, epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasining vaksinalar omborida bo'ldi. Mehmonlar bu yerda milliy va xalqaro standartlarga muvofiq dori vositalarini markazlashtirilgan saqlash mexanizmlarini o'rgandi. Together with St. Jude to establish Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti va AQShning St. Jude bolalar tadqiqot shifoxonasi tomonidan bolalar saratoniga qarshi global tashabbus yo'lga qo'yilgan. Loyihaning maqsadi 2030-yilga kelib, dunyoda ushbu kasallikdan sog'ayish ko'rsatkichini 60% ga yetkazishdan iborat. O'zbekiston mazkur tashabbusga qo'shilgan ilk davlatlardan biri bo'lib, mamlakatingizning bu boradagi qat'iyatidan mamnunmiz. Qolaversa, hukumatingiz ushbu dori vositalarining bolalarga xavfsiz va o'z vaqtida yetib borish yo'lidagi barcha sa'y-harakatlarini yuksak qadrlaymiz. AQShlik mehmonlar bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va immunologiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markaziga ham tashrif buyurdi. Ta'kidlash lozimki, yaqinda ushbu muassasaga onkologik dorilarni inson omilisiz tayyorlovchi robot va raqamli texnologiyalar uyg'unlashgan noyob qurilma o'rnatildi. Bu esa markazda davolash jarayonlari sifatini yanada oshirish barobarida dorilarning samaradorligini kafolatladi. Qolaversa, bu orqali tibbiyot xodimlari va bemorlar uchun xavfsizlik maksimal darajada ta'minlandi. Xalqaro ekspertlar markazida yaratilgan bunday sharoitlar bilan tanishar ekan, prezidentimiz tomonidan saratonga chalingan bolalar salomatligiga ko'rsatilayotgan yuksak g'amxo'rlikni e'tirof etdi. Shuningdek, global platforma doirasida Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan o'zaro hamkorlikda amalga oshirilayotgan ishlar natijalari, erishilgan yutuqlar va boshqa dolzarb masalalar yuzasidan taqdimot o'tkazildi. Unda dori vositalarining yetib kelish muddatlarini optimallashtirish, texnik talablarni to'g'ri shakllantirish, talabnoma berish hamda dorilarni hududlarga yetkazish va bemorlarga qo'llash jarayonlarini takomillashtirishning eng maqbul yo'llari atroflicha muhokama qilindi. O'zbekistonda bo'lib turganimizdan juda mamnunmiz va buni katta sharaf deb bilamiz. Mamlakatingizdagi hamkorlarimizga ularning ochiqligi, fidoyiligi hamda O'zbekiston va butun Markaziy Osiyo mintaqasida saraton kasalligiga chalingan bolalarni qo'llab-quvvatlash yo'lidagi beqiyos xizmatlari uchun samimiy minnatdorlik bildiramiz. Bugun bu yerda bo'lish va ushbu global platforma doirasida dori vositalarining boshlang'ich nuqtadan tortib bemorlarga yetib borishgacha bo'lgan jarayonlar bilan yaqindan tanishish biz uchun juda quvonarli va hayratlanarli bo'ldi. Shuningdek, delegatsiya vakillari Toshkent shahar ko'p tarmoqli shifoxonasidagi Taskin bolalar onkologik hospisi faoliyati bilan ham tanishdi. Ma'lumot o'rnida ushbu tashrif doirasida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi va AQShning St. Jude bolalar tadqiqot shifoxonasi o'rtasida hamkorlik bo'yicha memorandum imzolanishi kutilmoqda.